Xo'sh, katta yo'lda davom ettiryapmiz mana. Katta yo'lda tag qismini o'rnashtirdim. Aybaytdan hozir endi ushatib qo'ydim 2-3 qilib. Buni bu jaytini videoga olaman deb shashib qolibman. Tagini yopishtirib qo'ydim. Hozir ko'ringan holatda video qilib qo'yay degan maqsadda qilyapman. 5 santimetrlik plankadan qo'ydim. Shtobi o't aylanish uchun va pustoy bitta list o'zini qo'yib qo'ydim. Suv dakansa bormagan, suv mashadan to'xtaydi. Buyog'i o't aylanadi. Tepasiga qandaydir list qo'yamiz. Kusoylardan bunday qilib qo'yiladi. Piramidni shunday. Albatta enliroq qo'yiladi kusok. Sizlarga ko'rsatish uchun. Eshik bo'ladi bega. Manetiga planka katta list. Shunday to'slar ichiga solinadigan qilib katta to'rtburchak list bo'ladi. Uni ham xudo xolasa ko'rsataman. Hozircha shu bu tarafiga ham bunday qilsam ko'rinsa kerak. Tarafiga ham list qildim. Bu tarafdan ko'rinadi mana. Bu list o'zi endi suv yo'q, boshqa yo'q, suv shaygacha bo'lgan. Yog'i o't to'sish maqsadida qo'yib qo'yildi xolos. Tag qismini yopishtirdim. Mana bunaqa turbadan qo'ydim. Shtobi o't o'tmasligi uchun, suv o'tmasligi uchun atsenka turba qo'ydim. Rossiyskiy urush qurbonisi bo'lmaganda bunaqa qalin turba topolmadim. Iloji yo'q. Molotogimda sopini kesdim. Shunaqa bunday holatda kesib ko'rinyaptimi? Korotcha uzunligi 3 santimetr, diametri 20 lik. Qalinlik hisobiga 25 ga tortadi. Menimcha.